2026 Matiz avtomobili shaharda haydashni juda qulay va arzon yechim sifatida tanilgan model bo'lib, yangi avlod dizayni va funksiyalar bilan yanada takomillashgan. Bu kichik avtomobil shahar tirbandliklarida oson harakatlanish, tor ko'chalarda qulay to'xtash va past yoqilgi sarfi bilan ajralib turadi. Tashqi ko'rinishi zamonaviy chiziqlar, yengil konturlar va salqin aerodinamik shakllar bilan yaratilgan bo'lib, yosh haydovchilar va birinchi avtomobilini sotib olayotganlar uchun juda mos. Faralar samarali yorug'lik bilan yo'lni yoritadi va umumiy dizaynga moslashgan. Avtomobilning ixcham o'lchamlari uni shaharda juda manevrli qiladi va parking joylarini topishda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Ichki makon juda qulay va funksional tarzda tashkil etilgan bo'lib, yo'lovchilar uchun yetarli joy va bosh miqdorida komfort mavjud. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan, uzoq safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi va yoqimli sayohatni ta'minlaydi. Salonda joylashtirilgan multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth orqali telefonlarni ulash imkonini beradi. Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari bilan sizning sevimli ilovalaringiz va musiqangizdan foydalanish juda oson. Uz portlar telefonlarni quvvatlash va ma'lumot almashinuvini ta'minlash uchun yetarli. 2026 Matiz dvigateli samarali ishlash xususiyatiga ega bo'lib, past yoqilgi sarfi bilan shaharda tez va silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Dvigatelning past yoqilgi sarfi bu modelni kundalik foydalanish uchun juda maqbul qiladi va xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida haydashni juda qulay qiladi va tezlikni oson o'zgartirish imkonini beradi. Suspensiya tizimi yo'l notekisliklarni yutib, yo'l bo'ylab shovqinni kamaytiradi va salondagi farovonlikni oshiradi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Matiz zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, ABS barqarorlik tizimi, old havo yostiqlari va parkovka datchiklari kabi elementlar haydovchiga qo'shimcha ishonch beradi. Orqa kamera to'xtash vaqtida yordam beradi va tor joylarda xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi yuqori bo'lib, salon ichida jimlik saqlanadi va yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratiladi. Videoni tomosha qilayotganda avtomobilning barcha imkoniyatlarini diqqat bilan ko'ring va o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. 2026 Matiz sizning shahardagi hayotingizni yanada qulay va yoqimli qiladi va siz har kuni haydashdan zavq olasiz. Rahmat tomoshabinlar.